Diqqat, tezkor xabar. Yaqin Sharqda yangi urush boshlanadi. Turkiya Isroilga zarba bermoqchi. Gap shundaki, Erdo'g'an xatarni sezib qoldi. Agar u bu ishni qilmasa, unga baribir zarba berishadi. Aslida bu nimadan boshlandi? Isroil birma-ketin bosib olishga urinayotgan davlatlari avvaliga G'azo, ya'ni Falastin, keyin Suriya, undan so'ng Livan va Livandagi hududlarning kulini ko'kka sovurayotib, endi Turkiyaga ham ko'z tikyapti. Avvaliga Turkiya prokuraturasi Netanyahu va uning jamoasiga nisbatan 4596 yil qamoq jazosi bergandan so'ng Netanyahu X platformasida Erdo'g'anga qarshi salbiy mazmundagi post qoldirdi. Mening rahbarligim ostidagi Isroil Tehronga yordam berayotgan va hatto o'zining kurd fuqarolarini qirg'in qilayotgan Erdo'g'andan farqli o'laroq Eronning terrorchilik rejimi va uning malaylariga, proksilariga qarshi kurashishda davom etadi, deb yozdi Netanyahu. Ya'ni seni o'zingni qamash kerak, aholining bir bo'lagi bo'lgan kurdlarni qirganing uchun degan mazmundagi gapi arining inini yaxshigina qo'zg'adi. Buni yaxshi anglagan Erdo'g'an qat'iy ogohlantirish bilan chiqdi. Xuddi Liviya va Qorabog'ga kirganimiz kabi Isroilga ham kira olamiz. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun hech qanday sabab yo'q, dedi u o'z nutqida. Erdo'g'an yana Isroilni sulh paytida yuzlab begunoh livanliklarni o'ldirganlikda aybladi va Isroil bosh vaziri Netanyahuni qon va nafratdan ko'r bo'lib qolgan deb atadi. Isroilning asl maqsadi buyuk Isroil sionistik rejasini amalga oshirish, ya'ni mintaqada mutlaq hukmronlikni qo'lga kiritish bo'lib turgan mahalda bu kelishuvni oxir muzokaralar bilan yakunlanish ehtimoli past. Siz nima deb o'ylaysiz? Turkiya haqiqatan ham Isroilga zarba beradimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.